Top Cross magazinimiz originalda turgan top modellarni O'zbekistonga sizlar uchun birinchilardan olib kirdi. Adidasdan Adistar 3 modelimiz kelgan, dizaynlariga, modellariga ahamiyat beringlar. Oyoqda ham ixcham turadi. Juda ham yengil, yumshoq bo'ladi. Oyoqda borligi bilinmaydi. Ustilari setishni, bahorgi yozgi variant. To'rt xil rang kelgan, qoraga oqi. Mana bunaqa seriyaga qora kombinatsiya bo'lgani juda ham chiroyli chiqqan. Imam rangiga ahamiyat beringlar. Qoraga bejiy seriya kombinatsiya bo'lgani juda ham chiroyli rang. Oxirgi rangimiz bejiyga seriya kombinatsiya bo'lgani juda ham chiroyli chiqqan, juda ham zo'r sifatlari ham. Mana bunaqa klimakolli yangi modeli kelgan, dizaynlarga ahamiyat beringlar. Juda ham ixcham bo'ladi, yumshoq, yengil bo'ladi. Padushlariga ham ahamiyat beringlar. Juda ham zo'r chiqqan, setishni ochuv setga bo'ladi. Havoni juda ham zo'r o'tkazadi. Ikki xil rang keldi. Balutisi, mana bunaqa Tiffany rangi kelgan, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r chiqqan. Adidasdan Hyperboost modelimizga kelgan, yangicha dizayn, modeliga ahamiyat beringlar. Oyoqda ham juda ham zo'r turadi. Yumshoq model, mana bu joylari setishni bo'ladi. Ichidan ham ko'rsanglar bo'ladi. Havoni ham juda ham zo'r o'tkazadi. Jigarengi, oq rangi kelgan, ko'rsanglar bo'ladi. Oyoqda ham juda ham zo'r turadi. Unclouddan yangi modelimizga kelgan, dizaynlarga ahamiyat beringlar. Juda ham yumshoq, yengil chiqqan model. Ustilari ham setishni, yumshoqliklarini ham ko'ringlar. Oyoqda maza qiladi. Mana padoshga ahamiyat beringlar. Juda ham zo'r chiqqan. Ikki rang kelgan, bejiy rangi, mana bunaqa yashilga padoshasi bejiyligi. Bundan tashqari juda ham ko'p yengilliklarimiz bor. Ularni hammasini Telegram kanalimizga qo'yamiz. O'sha yerdan bemalol ko'rib, kelib tanlab olib ketsanglar yoki dastavka ham qilib beramiz, zakaz bersanglar.